rollik hammalari akam ayyor rolini o'ynayaptilar. İşte ayyor 10 qisqa odam bo'lib o'ynayaptilar. Dotsent 45 yoshli odam bo'lib. Xohlasan masaj fikrlaringiz bo'lsa, va xohlasa 3 oylik mehnatimizni samarasini sahnada ko'rasizlar. Zo'r yorib bo'ladi hammasi. Ijod kimsalar. Dadam 80 yoshli qarshiladi. Pifagor rolini o'ynayaptilar. Yangilantirib, hammaga nasihat o'qib, hammani traktor o'ldiradiganim shu. Agar nima bo'lganini bilmoqchi bo'lsalar, olyap qo'yinglar. Asosiy rolda asosiydaman hammangiz o'zim o'ldiraman. Bu zo'ravon o'ynaydi. Zo'ravonni bu bo'yni o'ldiraman deydi. Barobarda kesin. Nur dushmonni yuzimiz yorib o'tirib, Allohimdan o'ylaganni aytmiz o'shada kerak. Hammaga muvaffaqiyat. Sabırlar salomat bo'laylik. Nasiblar bo'laxonim. Ya Alloh, o'zimizni butun jamoamiz yuzini yorug' qilgin, salomat, chiroyli topshiriq olishni nasib aylagin. O'zing har bir narsani hayallaysan. Xullas, bugun eng asosiy, eng yurakni beradigan vaqtimiz. Temp tutib bo'ladi. Hamma 3 oy, 4 oy qilgan mehnatimizni bugun qo'yamiz tomoshabinga. Hammasi o'tdi ketdi, bo'ldi. 5 kara 5. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar, qadrli talabalar. Razzoq Hamrayev nomidagi ijodiy ustaxonamizga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga 3-kurs estradonda tomoshalar rejissyorligi talabalari Aleksey Dudarevning Xaroba piyesasi asosida ishlangan spektakl, diplom oldi spektaklini taqdim etishadi. Marhamat. Ruxsatinglar bilan ishtirokchilar bilan tanishtirib o'tsam. Demak, Xaroba Aleksey Dudarev, Sharof Boshbekov tarjimasi. Pifagor, Suyunov Behruz, Suparisi, Muhammad Aminova Shahzoda, Qo'ychivon, Abdullayev Umarjon, Dotsent, Keldiyorov Xo'jayorbek, Afg'on, Ahmadov Rahmatjon, Ayyor Mamedov Farmon, Vita, Muhammad Aminova Shahzoda. Shu o'rinda ta'kidlab o'tishim kerak, kursda bir nafar qizimiz bor. Shu sababli bugun ikkita rolda chiqadi. Xushyor Qurbonaliyev Ozodbek, Sodiq, ikkinchi kurs musiqali teatr aktyorligi yo'nalish talabasi Norpo'latov Umid. Kursda faoliyat olib boradigan ustozlar bilan tanishtirib o'tsam. Estrada va ommaviy tomoshalar rejissurasi fani o'qituvchisi professor Marat Azimov. Raqs fani o'qituvchisi professor Nasiba Abraykulova. Sahna harakati va jangi fani o'qituvchisi Rahimjon Do'sanov. Sahna nutqi fani o'qituvchisi dotsent Umida Ibragimova. Aktyorlik mahorati fani o'qituvchisi Hamidullo Ubaydullayev. Kurs badiiy rahbari Shahobiddin Ikromov. Spektaklimiz 1 soat 20 minut davom etadi. Juda ham bilasizlar, jiddiy asar. Xuddi Ardotdagi talabalarda hayajon bo'lgani kabi menda ham kuchli hayajon bo'lyapti. Buni to'g'ri tushunasizlar. Agar ruxsat bersangiz, boshlaymiz.
Men keldim. Qavmingiz rahnamosi keldi. Onangni hurmat qilaysenlar. Men senlarga ovqat olib kelsam, senlar meni mana nima bilan kutib oldilar. Pifagor, Avg'on, Qo'ychivon, uyg'onsalaringchi. Qadyon deyapman, jamiyat olqindilari. Avg'on, deyapsanmi? Ulayapti. Esim qursin. Seni qaysi gunohing uchun tilingdan mahrum qilishgan edi? Onangni hurmat qilaysan. Dedim sana. Nafas olyapti. Ko'chada qiyomat qoyim bo'lyapti. Senlar esa yotibsanlar sasib. Kim bo'ldi? Qo'ychivon. Shunday. Hozir mana olib keldim ha. Hammasi shu yerda. Hammasi shu yerda. Hozir mana hozir. Qayerga qo'ydimmi? Qayerga? Hozir mana u. Ey, Pifagor. Ara. Bu non olib keldim. Yedina. Hozir. Qayerga qo'ydim seni? Mana. Avg'on, qarasanchi, kolbasa ham olib keldim. Olmalar ham olib keldim, Qo'ychivon. Mana ular. Ey, nima keragi bor olibda gachib qilib, o'z qorlaringni mushtirnab yotgan bo'lsa, hali shunaqami? Men senlarga uyg'onmaslik qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsatib qo'yaman. Hurmatli va aziz ijtimoiy chiqindilar. Ayyor, ya'niki men sizlarni kamtarona va iftorxona dasturxonimga lutfan taklif qilaman.
Bugun men uchun yubiley azizlarim. Xotin bilan ajrashganimga ro'pparasi 10 yil bo'ldi. Shu munosabat bilan sizlarni shohona dasturxonimga lutfan taklif qilaman. Agar darrov kelib o'tirmasangiz, onangizni hurmat qilib qo'yaman. Ovozingni o'chir. Og'zi shaloq, fikri qoloq Pifagorning ovozi bu. Pifagor, uyg'ondingmi qadrdonim? Mana, kelchi, mana, bu joy senga. Ha, qani, kela qol qadrdonim. O'tir, qadrdonim. Qo'ychivon, uyg'ondingmi? Ana, meni kech qarog'im. Qani, kela qol qo'zichog'im. Mana, bu joy sen uchun. O'tir, qo'zichog'im. Afg'on! Ravniyas! Smirna! Peshkaga o'tin tashla. Qanashlarim dasturxonga marhamat. Voy, ism qursin. Asosiysi ismdan chiqibdi-yu. Asosiysi unutibman. Hozir mana shu yerda hozir mana. Olib keldim. Mana bu barmatuha. Qo'l bolasidan. Sizlar uchun olib keldim. Hozir. Pifagor, bu senga. Qo'ychvonim, bu senga. Hidini. Afg'on, qani beri kelchi. Bu senga dadillik uchun. Bu esa menga qanazlarim oydek. Baxtimizga ayollarimiz. Ha, ayollarimiz so'qirsa. Oydek. Voy, isim qursin. Telefon qilish esimdan chiqdi-yu. Har qalay bugun yubiley. Tabriklab qo'ysam yomon bo'lmasa, Yuliya xursand bo'ladi. 28 16 0 0 Alo. Qalaysan jonim? Ana shunaqada bir pasda tanimay qolasan. Ajrashganimizga endi 10 yil bo'ldi-yu. Darrov ovozimni unutibsan-da. Ha. Bu men. Xo'sh, Yuliya, ishlaring qalay? Joyda-da. İşini o'zgartirdingmi? Kim? Yo'q. Rostdanmi? Yuliya, bunaqaligini bilganimda ajrashmasdim. Ha, ajrashmasdim. Qaranglar. Direktor bo'libdi. Yashab Yuliya. Sen bilan faxrlanaman. Qancha yuraging qalay? Esda qilmayaptimi? Har zamonda degan unda davolat, Yuliya. Bilasan-ku, bu dunyoda sendan boshqa hech kimim yo'q. Bu nima degani? Patarga minglarni qo'sha ishingni bildingmi? Nima oylik? Nima oylik? Ming katta bo'lganda ham oylikka sog'lig'ingni sotib olib bo'lmaydi axir.
ishqilib o'zingni ehtiyot qil. Menmi bir xonali axlatxonada. Nima? Sen axlatxonani bilmaysanmi? Shaharning chiqindi to'kiladigan joyida. Mana ustimizdan mashina axlat olib kelib to'kishadi. Ana deraza bo'yi bo'lib qoldi. Bu nima deganing? Hamma qulaylik axlatxonada bo'ladi. Hey, bu yerda-chi? Bu yerda odamning jonidan boshqa nima desang gapiradi. Yo'q, yolg'iz emasman. Qo'shnilarim bor. Ajoyib, dilkash odamlar. Aytgancha, Yuliya, seni 10 yillik yubiley bilan chin qalbimdan qutlayman. Jamiyat farovonligi yo'lida ulkan safarlar quchishingda tilakdoshman. Aytgancha, Yuliya, bir daqiqa raqamni yozib ol. Yuliya, shoshmasangchi, bir daqiqa raqamni aytib oling. Yuliya, alo, Yuliya, shoshmay tur. Yuliya. Alo. Yuliya, go'shakni qo'yib qo'ydi. Pifagor, go'shakni qo'yib qo'ydi. Ey, qayerda dedi va go'shakni qo'yib qo'ydi. Onangni hurmat qilay qo'yib qo'ydi. Qo'yib qo'ydi. Qayerda dedi bu? Qo'yib qo'ydi. İçi bomboş ku. Bu yoqqa bir ahmoq. Bo'sh bo'lsin u. Nima bo'ldi? O'zi aslida-chi, mana bu yer bombosh. Mana bu yer bombosh. Lekin ishlayveradi. Ishlaganda ham qanaqa joylarda, qanaqa lavozimlarda ishlaydi. Telefon ham odamga o'xshaganga ishlayveradi. Ishlayveradi. Esyapsizlarmi? Ishlayveradi. Bo'pti ayyor. Agar oilang bo'lsa, o'shalarning sog'ligi uchun. Agar yo'q bo'lsa, borlar uchun ichamiz. Qani oldik. Mübarek bo'lsin. Tabriklayman. Rahmat aslar. Oldik. Negaligini bilmayman u. Shu desanglar, 2-qadamdan keyin to'lib ketaman. Esimni taniganimdan beri shunaqa. Ashula aytib, raqsga tushgim keladi. Qo'ychion, bu matag'ing ishlaydimi? İşlese gerek. Unda nimani kutib turibsan? Musiqani qo'y. Bayramday bo'lsin ha. Qanotlarim hamma raqsga tushsin.
Kimsan? Odamman. Odamman. Odam bo'lsang kiraver. Xo'sh. Bu yerlarga ko'pga keldingmi? O'zingchi. Anchadan beri daydib yuribsanmi? Odamgacha aslida ko'p narsa kerak emas ekan. Sendek navqiron paytlarimni eslayman. Ona suti og'zidan ketmagan go'dakdekman-u. Lekin doim tayyorman. Qanaqa tayyorsan? Nimaga tayyorsan deb so'raydigan kishi yo'q. Doim tayyor. Kun kelib vijdoning xapqirarkan. Yo'q. İstamayman deydi. Sen esa uning bo'g'zidan olasan. Burch deysan, qismat deysan, zamon shunaqa edi deysan. U asta sekin jimib qoladi. Shu narsani unutmaki, vijdon faqat bir marta xapqiradi. Ana shunday sekin bo'ldi. Kalamushga o'xshab ko'ringan narsani tashib berasanmi? Qara Pifagor, shunday narsani axlatxonaga tashlab ketishdi-yu ko'p paytlar. To'la quruvchilar tashlab ketgan. Onasini hurmat qiling. Nima qilasan endi buni? Nima qilaman? Hozir o'ylab ko'raychi. Yo'q. Topdim. 1900 falan yilgacha butun mamlakatni gazlashtiramiz. Pechkaning ichiga qo'ymading-da o'zi ham. Bu gaping ham to'g'ri. Shunaqa gaplarni o'rtoq dotsent Menga gapiryapsanmi? senga Nega dotsent deyapsan? basharang aytib turibdi. Basharam qanaqa ekan? Basharang qani to'g'riga qarachi.
Basharang u kattalarning ko'ksaydi. Onasini hurmat qilay. Shamolning quvlashini qaranglar. Onam menga shunday shamol kuni ikki qat bo'lib qolganmi deyman-da. Shu kuz keli deguncha yurak bag'rim qon bo'lib ketadi. Shunaqa siqilamanki, dod deb o'rgim keladi. To'yib yig'lasang. That's it. Menga bir fikr keldi. Xazina qidiramizmi? Nima? Xazina. Bu uyda ham kimdir yashagan-ku? Sholmi yoki kampirmi? Shu yuragim sezib turibdi. Bu uyda ham bir nima bor. Ha, topganimda bormi? Hammalaringga mukofot berardim. Yillikmi yoki kvartallikmi? Yo'q. Oltin o'zimga bitta yangi shim olardim. Qaranglar, oyoq kiyim ham ketibdi-yu, onasilikka qara. Demak, oyoqqa ham bir nima kerak. Qolganiga maishat qilamiz. Konyak, viski, rom. Asosiysi barmatuqa ham bo'ladi. Yo'q. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bu yerda kimdir yashagan bo'lsin-u, hech nima berkitmasin. Albatta. Chordoqni ko'rish kerak. Yo, alg'azat. Bu farishta qayerdan paydo bo'lib qoldi? Axlatxonada farishtaning yurganini birinchi ko'rishim. Tatsin, u senga kelgan bo'lsa kerak. Hali sen bo'lib qoldingmi? Yaramas, Abdulla, iflos! Seni qidirmagan joyim qolmadi. Xonim, sizni bir daqiqaga mumkinmi? Xonim, bu sizga mehnatkashlar va kasaba uyushmasi nomidan kimgakina deb qanchuq. Men senga o'xshagan qo'rqoqchi mushuklarni bitta barmog'imda o'ynataman, bildingmi? Nega ishni taqlatmay kirding? Odob degan narsa bormi senda? Sen bu yerdagilarni kim deb o'ylayapsan? Biz madaniyatli va tarbiya ko'rgan deydilarmiz. Bildingmi? Ishni taqlatish yo'q, salom alaykum. Yo'q. Tatsin, buni bizga Xudoning o'zi yetkazdi. Kel, zo'rlaymiz, o'zi hamcha jazanglab ketdik. Sening shaxsiyatingni haqorat qilgan uchun ommaviy zo'rlash o'tkazamiz. Bo'la qol. Nega ko'zingni bosiq qilmaysan? O'zingni o'chirib qolya. Bu mening xotinim. Iltimos, bizni holi qoldiringlar. Nima? Xotinim? Shu-ya? Shu urg'ochi mushuk-ya? Seni baxting bor ekan. Agar boshqani xotin bo'lganingda bormi? Eyvah! Xavotir oladigan deb o'ylamaysan. Tanish bilish bormi? Kasalxona bormi? Hushyorxona bormi? Hamma joyga qo'ng'iroq qilib chiqdim. O'likxonaga xabar qilinmabsan-da. O'likxonaga ham qolgani yo'q. Bu yerga qochib kelib,
Kimga nimani isbotlamoqchisan, a? Hech kimga. Hech narsani isbot qilmoqchi emasman. Kecha seni Gleb so'radi. Gleb? Nima deb so'radi? Dadam qani dedi. Dada. Yo'q. Yolg'on. Gleb meni ota demaydi. Hoynahoy, anva qayoqqa ketdi degandir-a? Yo'q, unday emas. Seni tanimayapman, kimga o'xshab ketyapsan, a? Hozir o'zimga odamning o'ziga o'zi o'xshab yashashi qanchalik huzurbaxsh ekanini bilsak edi. Hamma qatori oddiygina odamman, lekin boshqacha bo'lgim kelib qoldi. Mana oqibat. Hayot tupurini misol axlatxonaga irqib tashladi. Otamni, onamni, buvamni qul malay ruhida tarbiyalashdi. Menga ham ulardan malaylik meros. Men urushdan keyin tug'ilganman. Bilasanmi urushdan keyin tug'ilish nima degan? Ular peshanasi sho'ri bilan tug'ilishadi. Qo'rqmay yashashning faqat bitta yo'li bor deb o'yladim. Uyam bo'lsa mansab, amal pilla boyasining mumkin qadar teparoqga chiqmoqchi bo'ldim. Shunda boshqa qo'rqoqlar ustidan hukmimni o'tkazaman deb o'yladim. Lekin olmoqning ham bermog'i bor. Hamma narsa uchun haqqini to'lash kerak ekan. Nima? Sen mehnat qilmadingmi? Haqqini to'lamadingmi? To'ladim. Lekin nima bilan? Malaylik bilan, xushomat bilan. Menga bir qaragin, qara, yashab qara. Axir mening qamacham, yuzim, qo'lim kebab, qamacham. Basta! Leone azizim, bo'ldi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Nima yap deymiz? Zamon shunaqa bo'lib ketdi-da. O'tib ketadi. Kimdirgi, haji. O'g'liga hech narsa bermasdan yashadi. Birovlarning rizqini o'g'irlab rizq, obro'sini o'g'irlab obro' topdi. Ana endi har kun ertalab turaman-u. Qanday qilib bir-birdan nonini halollab yesam deb o'ylayman. Leone, mayli. O'lib ketmaydimi hammasi? Ish degani topiladigan narsa. Nima ish qilaman? Yo'q, qo'limdan nima ish keladi? Egilib bukilish, tirjayish keladi xolos. Bular mening qon-qonimga singib ketgan vita. Rost gapirishga tanamdagi har bir hujayra qarshilik ko'rsatadi. Eng alam qiladigan joy shundaki, hatto bo'ri ham xiyonat uchun o'z juftini g'ajib tashlaydi. Men shunga ham qodir emasman. Nima deganing? Shunaqa deganim. Necha martaligini bilmayman-ku, lekin bir martasiga o'zim guvohman. To'g'rimi? Nima? To'g'rimi? O'zi bilgan to'qiydi-da. Men amaldorlarga basharman. Sen esa tarang bilan kulasan. Yo'q. Xudo ursin agar hech narsa bo'lgani yo'q. Qiziq. Nega endi odamzod boshiga kulfat tushgandagina Xudoni eslab qoladi? Sog' salomat o'ynab kulib yurgan demas, a? Esingdami dala hovlida? O'sha xomsemas og'izdan so'laga oqib senga suv kelgan edi. Negadir Xudoni eslamadi. Sen o'zingni majburlab, unga ko'z suzganingda ham Xudo yordamga kelmadi. Bo'lmagan gap. Keyin u meni binoga jo'natdi. Indamay cho'qqilab chiqib ketdi. Nega? Nima uchun? Oldimizga bitta suyak tashlash uchun. O'shanda o'sha la'nati binoni ham topdi. Kelsam, ikkoving ko'zi qorin qorayotgan ekansizlar. Ko'ylagimning bitta dunyosi uzilib tushdi. O'shanda ko'zlarimga uzoq tikildi.
Ularda mashaqqatli va iflos ishdan so'nggi horg'inlik bor edi. Boshqa! O'z xotining haqida bunday gaplarni gapirgani kelmaysanmi? Yo'q. Gap ikkovlarining o'rtalariga biror nima bo'lmaganda emas, Vita. Gap shundaki, u seni ko'kraklaringga qo'l cho'zganida hech qanaqangi raj, g'azab hissini tuymadim. Qaytanga xursand bo'ldim, tushunyapsanmi? Xursand bo'ldim. Ana shuni kechira olmayman, ana shuni kechira olmayman. Bo'ldi, Leonya, bo'ldi. Istasang, dala hovliga chiqib damingni ol. O'sha yerda bafurja gaplashib olamiz, nima deysan? Yo'q, tomoshtama Vita. Endi o'zi chet. Tushundim. Omading chopib turganda balovday yuruvding. O'zing aytgandek egilib, puchilib, malay bo'lib. Kerak bo'lib qolganda meni ham birovlarni to'shagiga uloqtirding. Xo'p. Endi shunaqa bo'lib qopti. Nima qilay? Nima qilay? O'zimni osib o'ldiraymi? Yo'q. O'ldira olmayman. Chunki Gleb bor. Gleb bunaqa otani boshiga uradimi? Agar qo'lingdan kelsa, uni o'zing tarbiya qil. Yaxshi. Shu yerda yo'q kelibdimi? Yaxshi. Shu yerda yashayveramiz. Glebni ham shu yerga olib kelamiz. Nima bo'pti? Yo'q. Unday bo'lsa, men ketaman. Har kim o'z kunini ko'radigan zamonda yashayapmiz, Vita. Yo'q, Leonya, men qilolmaysan. Ko'rgan ko'zim yo'q seni. Agar yana bir marta seni shu yerda ko'rsam, qo'limga tushgan narsa bilan boshingga uraman. Yo'q, Leonya. Sen hozir eringni emas, uning qolgan qoldig'ini ko'rib turibsan. Shu yerda jonni ham tinch qo'ymaysanmi? Yo'q, Leonya. Yerga kirib ketib kelaverasan. Leonya, ketma. Olaman. Leonya! Meni tashlab ketma, Leonya! Meni tashlab ketma! Vivagor, farzandlaring bormi? Bor. Nahotki ular haqida qayg'urmasang? Balki ular otasiz qiynalishayotgandir. Otasi bilan yashasa battar qiynalishadi. U qari ko'ppak qachon o'larkin deb kutib yashash osonmi? Hech e'tibor qilganmisan? O'likni ko'mishayotganda odamlar tobutni ko'tarib shosha-pisha yurib ketishadi.
Tobutni qabrga qo'ygandan so'ng ham belkuraklarni tutalashib, tortishib tuproq tashlashadi. To'g'ri-da. Axir bitta odam kamaydi. Dunyo ham ancha kengayib qoldi-ku. Topdim! Men uni topdim. Mana u. Tatsin. Mana. Men sizlarga nima degandim? Topaman deganmidim. Topdim uni pifagor. Mana u, mana. Yana nima topding? Xazinani topdim. Onasini hurmat qilay xazinani. Endi biz boy bo'lamiz. Boy bo'lamiz. Ravon, eshitayapsanmi? Biz boy bo'lamiz. Pifagor, endi bizda hamma narsa bo'ladi. Hamma narsa. Uni men topdim. Men boy bo'laman. Qo'lingni ol, tezalak. Ocha qolsang-chi. Bu meniki. Meni boyliklarim. Ochaxon. Juda qolsang. Ochir. Qani berchi. Boyliklarim. Meni o'tinlarim. Patifon-ku. Bu haqiqatdan ham patifon. Lekin pullar qani? Oltinlar qani? Meni xazinam qani? Onasini hurmat qilay. Nima qilyapsan? Axir tursa bor. Sotsa pul-ku. Bu gaping ham to'g'ri. Lekin xazina, oltin va pullar qayerda? Qara. Plastinkasi ham bor ekan. Yap-yangiday. Menimcha ishlaydi. Marsh o'zi onangni hurmat qilay. Qisqasi rus xalq qo'shiqlaridan marsh. Bayram avjida bitta sen yetmay turibdi. Xazina. Bu patifon ham meniki. Men u xazinani baribir topaman. Eshityapsizlarmi? Men topaman. Topaman o'sha xazinani topaman. Boshman yo'q. To'xtang. Nima qildim? Pifagor, nega u meni sevmaydi? Sevish kerakmidi? Kerak edi. Men sevaman-ku. Nega sevmaydi? Yo'q. Nega qaragin? Yomon qizmanmi, a? Mendakasini yana qayerdan topasan? Afg'on. Bilasanmi? Men yig'lashni yaxshi ko'raman. Hamma yaxshi odamlar yig'lashni xush ko'rishadi. Yig'lolmaydiganlar yaxshi odam bo'lmaydi. Agar hamma yig'ilib, oyda bir marta yig'lab tursa edi, dunyo hozirgidan pokroq bo'lardi. Yo'q. O'zi nega endi kulgi kuni bor, yig'i kuni yo'q? Hamma bir vaqt yig'laydigan kun bo'lish kerak, axir, to'g'rimi?
nima desangchi? Nega indamaysan? Soqov. Shuning uchun indamaydi. O'chir. Pifagor. Kim bu o'zi? Qayerdan paydo bo'ldi? Bilmadim. Odamman deydi. Odamman deydi. Seni qayerdadir ko'rganman. Esing joyidami? Aniq qayerdadir ko'rganman. Chekoryapsan nima balo? Esladim. Meni Beryozga restoranida ilintirganing esingdami? O'sha yerda kech kuz edi, a? Tuhmat. Berozkiga umrimda bormaganman. Kelib, narxing qancha deb so'rading. Sotib olding bir kunimni. Hech narsa qilmaymiz. Faqat gaplashib o'tiramiz deding. Kiyimlaring olifta, gaplaring muloyim. Savol ustiga savol yog'dirasan. Savollaring esa bir-biridan iflos. Sen o'sha oqshom bilasanmi nima deding? Birinchi marta kim bilan, qayerda bo'lgansan, o'shanda o'zingni qanday his qilgansan? Sen o'sha kuni meni emas, yaralangan, qoni tomib turgan yuragimni zo'rlading. Undan ko'ra o'zimni zo'rlaganing ming marta afzal edi. Tinchlan, Lena. Lena? Men emasman. Ismim boshqa. Yo'q. O'shanda nega keladimi? Hammasi bir soniyada tugardi-ku. Nima qilmoqchi eding? Stolga engashib qahvadan uyaldim. Pichoqni olib, naq bo'yningizdan chiqib keldi. Qo'y bor meni! Nega hamma joyga pullaringni tiqasanlar, ha? Nega? Qayerda qon, jon bo'lsa o'sha yerni tiklaysanlar. Qo'yib ber. Tinchgina yashasdan u ham. Ablahsanlar. O'shanda bolamni oldirib tashlagandim. O'zimning bolamni. Ichaman. Yig'layman. Ichaman. Yana yig'layman. Men fohisha emasdim. Baxtsiz edim xolos. Alo, meni eshityapsizmi? Ha. Men o'sha baxtsiz supayisiman. Mana bu odamlaringni bu yerdan olib ketinglar. Shunday toza dunyoni bulg'ab yuribdi. Ha. Chaqirib olinglar. Kechir. Shamolning ulashini. Bolalikni eslasang, doim quyosh charaqlab turganday bo'ladi. Qishdayam, bahordayam,
kuzdayam. Endi-chi? Endi havo bulut. Quyosh ko'rinmaydi. Zax. Yomg'ir. Loy. Shamol. Sovuq. Ketma. Ketma. Yana bir marta qaytar. Ketma. Ovozing bilan yoqimli jaranglar ekan. Nega hadeb kelaverasan? Sevaman. Mayli. Mast deb o'ylaysanmi? Tomi ketgan deysanmi? Lekin qandaydir bir boshqa zamonda, boshqa olamda men seni tuqqanman. Hech tug'ila qolmading-da. Meni judayam qiynavording. Hattoki o'lib qolishimga ham ozgina qoldi. Tug'ilishga tug'ilding-ku. Hech yig'lamaysan. Orqangga uraman, siltayman. Qani endi yig'lasang? Shunda seni mahkam bag'rimga bosdim. Shu payt sen orqali vujudimga qandaydir bir ilohiy nur singib borayotganini his qildim. Nimaligini bilmadim-ku. Lekin o'sha nur, o'sha yog'du hamon ko'ksimda turibdi. Suv ber. Aralashmay tur. Yig'la. Yig'la jonim, yig'la. Gapirging kelsa gapir. Yig'laging kelsa yig'la. Men yig'i tilini yaxshi tushunaman. Hech qachon hech kimga bir og'iz ham gapirmayman deb o'zimga o'zim so'z berganman. Qiynashsa ham, tanamni burda qilib tashlashsa ham nuq etmayman. Bizni Jalolobod yaqinida vertolyotdan tashlashdi. Ular bizdan 5 barobar ko'p edi. Yordamga kelayotgan vertolyot tepada qulab tushdi. Raketa bilan tushdi. Uzoq jang qildik. Kechga yaqin faqat ko'rikko'miz qoldik. Soppa-sog'miz, biror joyimiz tirnalgan yo'q. Ammo o'qimizni otib bo'ldik. O'zimiznikini ham, halok bo'lgan do'stlarimiznikini ham. Shunda Kolya oxirgi granatani qo'limga tutqazib, eligagini tortdim. Mahkam siqib turdim. Avtomatning ovozi uchishi bilan qo'yib yuborasan dedi. Ko'p ham vaqt o'tmadi. Avtomat shiq itdi jimib qoldi. Tamom deb o'yladim. Keyin Kolya meni mahkam bag'riga bosib, xirildoq ovoz bilan "Alvido, Vichok. Qo'yib yubor" dedi. Men qo'yib yubora olmayman. Tushunyapsanmi? Qo'yib yubora olmayman. Qo'rqqanimdan la'nati qo'llarimning tomiri tortishib qoldi. Bizni osongina qo'lga olishdi. Ko'plashib barmoqlarini bittalab yozishdi. Granatani jarga uloqtirishdi. Shu
Shunaqangi portladiki. Shunaqangi portladiki. O'zlaricha bir balolar deb maslahatlashdi-da meni bog'lashdi. Keyin ko'ya bilan shug'ullanib boshlashdi. Oldiniga barmoqlarini bitta-bittalab chopishdi. Keyin quloqlarini kesishdi. Keyin haqiqiy vahshiylik boshlandi. Ular Kolyaning o'limini kutib vaqtdan yutqazib qo'yishdi. Osmonda bizning 3 ta yer tushganimiz paydo bo'ldi. Shunaqangi o'qqa tutishdiki, shunga qo'yishdi. Hech narsaga tushunib bo'lmaydi, dushman qayoqda, bizniki qayoqda. Shunda ham menga hech vaqo qilmadi, tushunyapsanmi? Shunda ham qo'l oyog'im bog'liq, xarsingning orqasida yotdim. Keyin Kolyani uyga oldim. To'g'rirog'i uning bolaga tutgan. Onasining yig'laganini ko'rsang edi. O'g'liga emas, menga qarab chinqirab yig'laydi, tushunyapsanmi? Menga qarab. Yupatay desam tilim aylamaydi. Afg'onda la'nati qo'llarimning tomiri tortishib qolgan bo'lsa, bu yerda tilimning tomiri tortishib qoldi. Har kuni bir xil tush ko'raman. Shunda la'nati barmoqlarim bitta ochilib granata portlaydi. Lekin bu portlash Kolyaning onasining ovozi bo'lib eshitiladi. Bu portlashdan dunyo ustun bo'lib ketadi. Osmon yoriladi, yulduzlar qulab tushadi, shaharlar alangalanadi, qon ko'pirib qaynaydi. Tushunyapsanmi? Bu portlashdan dunyo ustun bo'lib ketadi. Osmon yoriladi, yulduzlar qulab tushadi, shaharlar alangalanadi, qon ko'pirib qaynaydi. Tushunyapsanmi? Qon ko'pirib qaynaydi. Bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Bu hayot menga jonajon do'stimning qon evaziga, jon evaziga nasib etgan. Tushunyapsanmi? Jon evaziga. U seni atay men uchun jo'natibdi-da. Kim? Do'sting. Kolya. Nima? Sen uchun? Men uchun. Bevagor. Nikoh o'qib qo'y. Nima demaysanmi? Gapning nima keragi bor? Shundoq ham hammasi tushunarli. Ana endi boraveringlar. Bevagor.
mumkin. Sen ham omon bo'l bo'tam. Omon. Dünya qaridi. Yer qaridi. Pifagor, nimalar deyapsan? İnsaniyat bolalikni ham ko'rdi. Yaxshisan, Pifagor? Mana endi keksalik keldi eshik qoqib. Dünya qaridi. Yer qaridi. Pifagor, ma, ichib ol. Yaxshisan, Pifagor? Qayerda buni shumolib qolding? Shamollaganim yo'q. Anavi dorining ishi bu. Qaysi dori? Axlatga sepadiganda. Isitmang baland. Yur, shifoxonaga olib boraymi? Sendan sal oldin akam kelib ketuvdi. Axir akang Oldiga chaqiryapti. nimalar deyapsan? Oltinchi yil meni xizmatga chaqirishdi. Yaxshi mergan edim. 5 tillik tangani 20 qadamdan bexato urardim. Bir kuni komandirimiz meni yoniga chaqirdi. Oddiy askar Glebov. Xalqning muhim topshirig'ini bajarasan deb qoldi. Tayyorman. Kerak bo'lsa jonimni ham ayamayman dedim. Nimalar deyapsan? Ertasiga meni maxsus qismga o'tkazishdi. Otishimni tekshirib ko'rishdi. Zo'r otdim. Mergan edim. Yana so'rashdi. Oddiy askar Glebov. Xalq sizga dushmanlar ustidan chiqarilgan hukmni ijro etishni ishonib topshirishyapti dedi. Ishonib topshirishyapti. Tayyorman. Tayyorman. Yer ostida uzun boshi bek yo'lak.
elektr chiroqlari xiragina yoritib turibdi. Men esa devor ortida bekinib turaman. Soqchilar mahbusni olib kelishadi-da. Mening ro'paramga kelganda to'xtab depsina boshlashadi. Gol. O'girilib qarashgayam ulgurishmaydi. Birontasiyam qaragani yo'q. Nechtasini otgansan? Kim sanabdi deysan? Ish shunaqangi ko'p ediki, kecha bilan kunduzning farqiga bormay qolardim. Ish. Mehnatkash xalqining irodasini ado etardim. Birinchi mart bayram kuni uyg'otishdi. Mahbus yo'lak bo'ylab oqsoqlana sekin kelyapti. Men esa naganni to'g'irladim. Shu paytgacha birontasiga qaramasdi. Bunisi qaradi. Umrimda birinchi marta o'qim xato ketdi. Otang ekanmi? Yo'q. Akam. Qulog'ini salgina yalab o'tdi. Quloqdan o'qiganlar, tekstdan rostlar. Bo'ldi. Men charchadim. Ha. Kel, Pifagor. Biroz damingni ol. Qani yaxshi bo'lib ketasan. Biroz uxlab olsang bo'ldi. Tushunyapsanmi? Sen bilan hal qiladigan ishlarimiz ko'p. Hali otdek bo'lib ketasan, Pifagor. Kel. Shuncha hozir Qo'yib yubor! Qo'yib yubor meni! Qo'yinglar, nima qilyapsiz? Bormayman! Qo'yinglar! Qo'yib yubor! Istamayman! Qo'yib yubor! Qo'yingga hurmat qilay! Qo'yib yubor! ko'zda qilmasang-chi. Nima? Boshqa qiladigan ish yo'qmi? Menga aytyapsanmi? Yo'q, bu ish kimga? Meni bilmasa qaytar. Oho, Sodiq, qara, naq pensionatning o'zi. Hamma sharoit bor. O, bobo. Qaragan cho'g'ingga o'zingga beryapsan. Ha? Gapir! Hay, kimsizlar o'zi? Sizlarga nima kerak? Agar yana bir marta miq etsang, so'y tashlayman. Oyoq. Qizishma. Boboy, qani o'rningdan tur. Senda gapim bor. Nega indamaysan? Qo'rqqanidan tilaylamay qoldi shekin. Qo'rqqanimdan nimangdan qo'rqamiz? O'g'irlikka keldilaringmi? Marhamat. Qidiraveringlar. Biror nima topsalaring bizga ham berasizlar, a? Yo qorinlaring
ochman. Qo'yjuvon, peshkaning ustini qara. Yarim buxonga qotgan non bo'lishi kerak. Bobo. Agar yana bir marta mix etsang, o'ldiraman. Xullas, senlarga 5 daqiqa vaqt. Bu yerda qoralaring ham bo'lmasin. Aytib qo'yay. Biz ko'pchilikmiz. Butun shaharni qo'lga olganmiz. Sizlarni keyingi safar ogohlantirib o'tirmaymiz. Deyapman. Bo'ldi. Biz ketamiz. Qani? Yig'ishtiringlar. Ashqol-dashqollaringni ketamiz. Axir qayoqqa ketamiz? Vatanimiz bepoyon. Biron bir boshpana topib qolar. To'g'ri. Qani? Pifagor. Tur. Ketdik. Yur. Yo'q, Pifagor. sizlar boraveringlar. Meni akam chaqiryapti. Akang. Bular bizni tinch qo'yishmaydi baribir. Sizlar boraveringlar. Men charchadim. Charchadim. Pifagor. Biz ketyapmiz. Sen bizdan rozi bo'l. Agar sen bizdan oldin bu dunyoga boradigan bo'lsang, yoningdan bizga ham joy olib qo'y. Hech bo'lmasa bu dunyoda odamday yashaylik. Omon bo'l. Xayr, Pifagor. Qani ketdik. Ketdik bu yerdan. Ketaman. Hayır Pifagor. Qariya, senga alohida gapirish kerakmi? Aka. Qulog'ing tuzalib ketdimi? Og'ritmay ochishning iloji bo'lganda edi. Men ham yoningga borayapman. Bugun hozir Boboy! Maynavozchilikni bas qilib, bu yerdan daf bo'l. Ko'rishguncha. Qariya, eshitmadingmi? Pifagor. Sen kimsan? Qani? Qayoqdan paydo bo'lding? Kim? Afg'onni aytyapman. Yigitlarni bir ko'rib kelay deb chiqib ketuvdi. Bu yerga kelgani yo'q. Qolganlar qani? Hamma ketdi. Men ham ketayapman. Sen ham ket. Hamma ketdi. Men ham ketayapman. Pifagor.
g'amgin. Bugun hozir ko'rishguncha Nega qarab turibsizlar? Ogoh yalang chiqib ketdi-ku. Sovuqda o'lib qoladi-ku. Hayvonlar. Kim hayvon? Sen hayvon. Hayvondan ham battarsan. Yana bir marta Qo'y aytdim. meni. Bilmayapsiz. Kimsizlar o'zi? Yo'q. Bu bizni kimligimizni bilmoqchi. Qani bir ko'rsatib qo'ygin. Yigitlar, men o'zim shaharda yashayman. Bu yerga adashib kelib qoldim. Erim bor, bolalarim bor. Qo'y bor. Yo'q, Qanaqangi sanglab ketgandek o'zi. Qo'y bor endi. Hozir senga kimligimizni ko'rsatib qo'yaman. Qo'y bor dedim. Kimsan? Sen kimsan? Qayerlarda yuribsan? Ifagor olimdan o'tdi. Sapsariq dorining ustida cho'zilib yotibdi. Sen boraver. Men ortingdan yetib olaman. Jalolobod. 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 O senlarni qarg'adi. Nima? O senlarni qarg'adi. Og'ayni, yaxshisi jononing orqasidan borgin-da. Men ishimni qolgan joyidan davom ettiraver. Nima? Tushundingmi? Qani jang qilishni ham bilaman degan. Afg'onda xizmat qilganimda senga o'xshaganlarni ko'pini ko'rganman. Seni ham yo'q qilaman. Eshitdingmi? Qayerda xizmat qilganman deding? Qayerda? Afg'onda. Afg'onda? Bu yerga dushman tarafga nimada olib borib tashlashardi? Nimada? Vertolyotda. Vertolyotda? Bu yerda vertolyot deyilmaydi, maraz. Vertushka deyiladi. Afg'onga bormagansan. Bormagansan. Kolya. Bular sening qonga bo'yalgan kiyimingni o'zlariga bo'ylashyapti. Nega buni qo'ymaydi? Nega? Og'ayni. Og'ayni. Ey osmon! Zaminingga qara. Iymon va vijdoningning uyiga o't ketyapti. Og'ayni. Yaxshilikcha kelishib olamiz. Kelishib olamiz. Og'ayni. Qo'ying bor. Biz ko'pchilikmiz. Senga o'xshaganlarni ko'pini ko'rganmiz. Bir deganda yo'q qilishimiz mumkin. Eshityapsanmi? Og'ayni. Yaxshilikcha gaplashib olamiz. Gaplashamiz. Shunaqangi gaplashamizki, bu suhbatni og'ayni. Og'ayni. To'xta. Aqling joyidan turib yuborasan-ku. Qo'rqmanglar. Kolya shu yerda. Men ham shu yerda bo'laman. Hammasi. Hammasi bir soniyada ko'taba tushunarsanmi? Lena. Qo'y. 'Tegma ularga.
Ular shundoq ham o'lib bo'lgan. O'zi yurib, ovqat yeb kiyim kiyadigan murdalar xolos. Lena, senga ket degandim-ku. Tashqari juda ham sovuq. Men yo'q. Biz juda ham sovqotdik. Nima deding? Biz Biz besh kere besh